Assalomu alaykum. Bugun sizlarga bars dori to'g'risida ozgina tushuncha bermoqchiman. Kulli isyapti, bitlar ko'paygan, bitlarning sezoni hozir. O'sha payt oddiy, arzon yechim bars bo'ladi. Ko'pchilik barsni tomizayotganda qushlarni o'ldirib qo'yadi, kuydirib yuboradi qushlarni. Qushni o'ziga tomizadi, primoy. Bu noto'g'ri narsa. Dorini ochib olib, qafasni tozalab olib, iloji bo'lsa qushini yo'qotib, qushini olib, boshqa joyga qo'yib turib, keyin buni qilsanglar, unda rezultat yaxshi bo'ladi. Men hozir qushim yo'q, qafas ichida dezinfeksiya sifatida ishlatyapman. Чтобы kulli singan sari baribir bilib bo'lmaydi. Yog'ochli bo'lgani uchun oldindan harakatimni qilib qo'yayapman. Misol uchun, bu dorini qo'nog'i ikkita chekkasiga tomizamiz. Mana shu ikkita chekkasiga. Bu yog'iga. Bo'ldi. Mana shu ikkita chekkasiga tomizsanglar yetadi. Agar qushinglar ko'p qo'yilmaydigan bo'lsa, bu qafasga karmushkani ham mana bunaqa zazorlari bor, chekkalari mana ochuv joylari. Shu yerga ham 1-2 tomchi tomizib qo'ysanglar bo'ladi. Yaxshilab quritib yuborasizlar keyin. Чтобы don tushib qushlar yeb qo'ymasligi uchun. Bir xil qushni o'ziga tomizadi, bu noto'g'ri narsa. Qushni o'ziga emas, shu qo'noqlarning chekkalariga tomizgan yaxshiroq. Shuni maslahat beraman.